Bu salat dasturxoningiz ko'rki bo'lishi aniq, ta'mi ham og'zingizda qoladi. Demak, tayyorlab ko'ramiz. Qaynatib pishirilgan go'shtni parrak shaklda to'g'rab olamiz. Go'shtni iloji bo'lsa, bir kun oldin pishirib muzlatgichga qo'yib qo'ysangiz, oson va tekis kesiladi. Bodringni ham xuddi ko'rsatganimdek to'g'raymiz. Qizil va yashil bolgarskiyni uzunchoq shaklda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Pomidorni ortiqcha joylarini olib tashlab, xuddi ko'rsatganimdek to'g'rab olamiz va albatta sarimsoqni ham esdan chiqarmaymiz. Tabga ko'ra o'zimiz xohlagan ko'katlardan ishlatamiz. Demak, salatimizni terishni boshladik. Bodring, bolgarskiy, pomidor, go'sht, tuz va ziravorlar, sarimsoq, ko'katlarni solamiz. 2 osh qoshiq soya ham quyamiz. Aynan sarimsoq va bolgarskiyni ustidan qizib turgan hidsiz yog' quyamiz. Qizigan yog' quyganda bolgarskiy so'ladi, sarimsoq esa o'zgacha ta'm beradi. Mazali salatimiz tayyor. Bu retseptim ham sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, yurakcha qoldirishni unutmang.